Sizlardan savol bor ekan. Ha? Muxlislarga murojaat qilsak. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Shu yerda ishtirok etib turganimdan bag'oyat xursandman. Sizni yana bir bor unvon bilan tabriklayman. Mani savolim shuki, shu duet borasida sizni nimagadir hech sezilarli bir nimangiz yo'q. Buni sababi nima? Bizlarga ko'pchilik taklif qilgan, lekin yangi qo'shiq bo'lmadi-da. Kelib turib meni qo'shig'imni aytaman deyapti. Shirinim, bir narsani keling birga aytaylik deyapti. Yomon bo'lmasdi. Yomon bo'lmasdi. Bizlarcha juda ham og'ir karvonmizda. Xo'p deganimizdan keyin 1 oy 2 oy o'tib ketadi. Xo'p, yo'q demaymiz. Bo'ldi, erta inding deymizdan shu bilan o'tib ketdi. Vaqt ham o'tib ketganki bu odamga yoqmayapti deb o'ylaydi. Ya o'zi unaqa emas. Buyurmagani buyurmaydi-da baribir. Endi-chi taklif bo'lsa rad etmaysizmi? Men hech qachon rad etmaganman, lekin mana shunaqa og'ir karvonman deyapman-ku. Sal shoshmay ish qiladigan odatim bor meni, sal to'g'risini aytay sizlarga. Endi hozir yoshimiz o'tyapti, yana ham og'irlashyapmiz. Endi bilmadim, endi bu yoqqa sal tezlashmasak. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.